Yetakchilar Kapazini xohlamadi emas, bu gap noto'g'ri gap. Biz xohlamadik emas, biz umuman yangi murabbiy olib kelishiga qarshi edik. Kim bo'lishidan kimdir shunaqa gap so'z chiqarib yubordi, Kapazini kelishiga qarshilik qilyapti deb. Chunki biz bilardik, shuncha yo'l bosib o'tdik. Yangi murabbiy kelsa, ko'p narsani o'zgartirish kerak. Yangi murabbiy kelsa, yangi ideya bo'ladi, yangi hamma narsa yangitdan qurilishi kerak. Bu narsa oxirgi kelganda ta'sir qilmasligi uchun, o'shaning uchun ham biz Katlanistni o'zidan qildik. Oxiriga yetkazib qo'y, keyin vaqt bo'lardi jahon chempionatigacha kimni olib kelsa, almashtirsa, hech qanaqa nosi yo'q edi. Kapazzi kelganidan xursand bo'ldik, sababi Kapazzi o'sha ichida yurgan odam bo'lgani uchun, bu futbolchilarni yaxshi bilgani uchun, ko'p gaplashgani uchun, bor narsani buzmasdan o'shani davom ettirib qo'ydi. O'shaning uchun biz xursand bo'ldik. Faqat biz qarshi bo'lganimiz o'sha yangi murabbiy olib kelishi, chunki bu katta risk edi.